Assalomu alaykum. Men media xodim Laziza Qobilova Somiddinovaman. Sizga hozir Believer kompaniyasining yana bir ajoyib mahsuloti Top Force 2 mahsuloti haqida ma'lumot beraman. Ushbu mahsulotimizning inson organizmi uchun muhim funksiyalar haqida gaplashamiz. Top Force 2 mahsuloti uzoq umr energiyasi, ichak mikroflorasini yaxshilash va immunitetni mustahkamlash funksiyalarini bajaradi. Laktobakteriyalar va uzoq umr. Inson ichaklarida mikrobiota deb ataladigan 100 xil turdan ortiq 60 dan 100 trilliongacha bo'lgan bakteriyalar yashaydi. Ichak mikrobiota sohasidagi dunyodagi yetakchi mutaxassislardan biri professor Mitsuako Tamatari foydali bakteriyalar va zararli bakteriyalar atamalarini kiritdi. Ya'ni inson organizmiga uchraydigan foydali va zararli bakteriyalar atamasini. Foydali bakteriyalar: bifidobakteriyalar, enterokoklar va laktobakteriyalar. Zararli bakteriyalar: Clostridia, patogen ichak tayoqchalari va stafilokoklar. Ushbu guruhlar o'rtasidagi muvozanat tanani sog'ligida asosiy rol o'ynaydi. Sog'lom mikrobiotani saqlab qolish uchun turmush tarzingizni to'g'irlash va qo'shimcha ravishda sut kislotasi, fermentlangan ovqatlar va probiotik qo'shimchalarini olish tavsiya etiladi. Endi tuzilishiga diqqat qilamiz. Bakteriyalar ishtirokida fermentlanib olingan kukun, quritilgan laktobakteriya kukuni, ergotianin kuchli antioksidant xususiyatga ega bo'lgan biologik faol modda. Prebiotiklar ichak foydali bakteriyalarning o'sishini qo'llab-quvvatlovchi moddalardir. Probiotiklar bu organizm uchun foydali mikroorganizmlar bo'lib, ular asosan ichaklarda sog'lom mikroflorani saqlaydi. 21 tur va 21 shtammli laktobakteriya va bifidobakteriyalarni o'z ichiga oladi. Biogeniki organizm uchun foydali mikroorganizmlar. Laktobakteriyalar metabolitlarni o'z ichiga oladi. Metabolitlar bu bakteriyalar hayoti davomida ishlab chiqaradigan moddalardir. Bakteriya tomonidan fermentlangan parashok tarkibi 517 ta komponentni o'z ichiga oladi. Ya'ni Top Force 2 mahsulotimizning tarkibida 517 ta komponent bor. Birinchisi, aminokislotalar, 19 turdagi vitaminlar, 7 turdagi polifenollar, 17 turdagi peptidlar, 239 turdagi nuklein kislotalar, 11 turdagi qisqa zanjirli yog' kislotalari, 3 turdagi uzun zanjirli yog' kislotalari, 9 turdagi va 212 turdagi komponentlarni o'z ichiga oladi. Laktobakteriya metabolitlari bu laktobakteriyalarni fermentatsiya qilish asosida tayyorlangan ingredient bo'lib, simbiotik fermentatsiya texnologiya yordamida yaratilgan. Sanoat, fan va davlat tomonidan olib borilgan qo'shma tadqiqotlar ularning samaradorligini ko'plab isbotlashga olib keldi. Tadqiqotlar o'tkazilgan oliygohlar bilan tanishamiz. Nagasaki xalqaro universiteti, fizika-ximiya Pekin instituti, Tokio fan va texnologiya universiteti, Tokio biotexnologiya kolleji, Nagasaki prefekturasi sanoat texnologiyalar markazi, Yaponiyadagi Kurumu universiteti. Keling endi tarkibidagi RSB1 laktobakteriyalarning funksiyalari bilan tanishamiz. RSB1 laktobakteriyalari ishlab chiqaradigan moddalar saraton hujayralarini o'sishini to'xtatadi. Ushbu laktobakteriyalar ishlab chiqaradigan metabolitlar ichki tishi, axlat xususiyati va teri holatiga yaxshi ta'sir qiladi. RSB1 laktobakteriyalar ishlab chiqaradigan metabolitlar ichak bakteriyalarini o'sishini rag'batlantiradi, ya'ni tabiiy bakteriyalarni, va qondagi shakar miqdorini oshishini to'xtatadi. Og'izdan yomon hid kelishini kamaytiradi, terini yaxshilashga yordam beradi, jigarni yaxshilaydi va yog'lar almashinuvida yordam beradi. Osteoporoz rivojlanishini oldini oladi. SU6 bakteriyasining quruq shakli. Bu Yaponiyaning an'anaviy taomlari Funazushi dan olingan unikal laktobakteriyadir. Funazushi laktobakteriyalar bilan tayyorlangan fermentlangan taom ko'p oqsil va minerallarga ega. Ichakni tartibga soladi va immunitetni mustahkamlaydi.
Ushbu mahsulotni foydasi bilan tanishamiz, ya'ni inson organizmiga foydali xususiyati haqida. Charchoqni kamaytiradi, tanani yengil his qilishga yordam beradi. Yozda issiq havoda charchoqni yengillatib, yaxshi his qilishga yordam beradi. Qorin og'rig'ini kamaytiradi. Oshqozon ichak muammolarida yaxshi natija bo'ladi. Ich ketishida ya'ni ich ketishidagi muammolarni bartaraf etadi. Qishda sovuqdan himoya qilish uchun sho'rvada piyoz, imbir shirasi va kanutsubusu bilan yeyiladi. Katsubusu yapon oshxonasida ishlatiladigan quritilgan baliq parchalari hisoblanadi. Tanani isitadi, sovqotganda issiq suv bilan iste'mol qilib ter chiqishni rag'batlantiradi, ishtahani oshirishga yordam beradi. L-ergitianin uzoq umr ko'rish vitamini. Qo'ziqorinlarda, donli mahsulotlarda, go'sht va sut mahsulotlarida mavjud. Funksiyasi: immunitetni kuchaytirib, organizm kasalliklariga qarshi himoya qiladi. Og'ir metallarni tanadan chiqarib, ularni zararini kamaytiradi. Parkinson va Alsgeymer kasalliklar xavfini kamaytiradi. Organizmda zararli moddalarni yo'q qilib, hujayralarni himoya qiladi. Qarishni sekinlatadi va rak, diabet hamda miya va organizmdagi boshqa neyrodegenerativ bo'lmagan muammolar xavfini kamaytiradi. Yurak-qon tomir salomatligini himoya qilib, umr uzunligini oshiradi. Qarishni kechiktirib, terini sog'lom saqlaydi. Glutathion miqdorini to'ldirib, uni saqlashga yordam beradi. Bir so'z bilan aytganda, Top Force 2 mahsulotimiz sog'lom immunitet va uzoq umr davomidagi energiya manbai hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.